Yangi Toshkentning markazidan chiroyli uy so'raganlarga mana shu chiroyli uyimiz sotuvga tushgan. Buni juda ham qulayliklari ko'p. Birinchidan katta yo'lni yuzidamiz, yonidamiz. Ikkinchidan shunaqangi burchakka tushgan, ko'chalarimiz asfalt. Shunda atroflarimizda domla qurilib, tog'largacha ko'rinib turibdi. Uyimiz reja bilan, plan bilan solingan, kameralarga kabellar tashab ketilgan, tashqariga reshotkalar, ko'rvoslar alohida kirib, kalitkasi, u tarafda mashina kirish uchun katta darvozasi ham alohida qilingan. Uyimizni ko'ryapsizlar, fayzli qilib, chiroyli qilingan, hamma narsa plan bilan, hamma narsa joy-joyida, zeleniy zonalarigacha ikkita katta oila bemalol maza qilib yashasa bo'ladi bu joyda. Ko'ryapsizlar, eshik romlarimiz juda ham sifatli materiallardan qilingan, toshlarigacha, tunika ponlariga qilingan, faqat travertinini qilsangiz bo'ldi. Bu yoq tarafimizda katta qilib zimniy kuxnya qilingan, ko'chamizda naves tagida letniy kuxnalari, bu yoqda podval, ikkita xonani tagi to'liq podval, katel issiq suv sovuq suvlar bu tarafda qilingan. Darvozaxonamizga любой bitta katta mashina sig'adi и dushovoylari, hojatxonalari qilingan. Katta uyimiz ichiga kirganda kattagina mana shunaqa koridor kutib oladi sizlarni. Bemalol bu yerda stroyniy mebellarni joylashtirsangiz ham tor bo'lib qolmaydi. Ko'ryapsizlar, 5 ta eshik bor. 2 ta eshigimizdan kirganda 2 ta katta zal и 3 ta eshigimizda 3 ta spalni ichida dushovoy sharoitlari bilan. Ushbu katta oila maza qilib yashaydigan uchastkamizni maydoni 4.3 sotik. Bu joyimizni biz 195 ming dollarga qo'ygandik. Hozir pul zaril bo'lgani uchun 179 ming dollarga qo'yamiz. Yana kelib joyida gaplashsangiz bo'ladi. Kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Pastda raqamlarga bemalol bog'lansanglar bo'ladi.